Agar sizlar Tresmax'da ishlab, Corona'da render qilsanglar, bu video aynan sizlar uchun. Salom, men ismim Abdulla Fayzullayev. Sizlar bilan bugun biz Corona'da render setupni to'liq balansli holatda ko'rib chiqamiz. Sababi render setupimiz juda ham tushunarsiz, juda ham ko'p nastroykaga ega. Ba'zida uni to'liq ishlatmaydi. Biz aynan o'shani balansini hisobga olgan holatda juda ham chiroyli video qilib chiqamiz. Bugun sizlarga aynan kursimizda ishlatilgan sahnada ko'rsatib beramiz. Aynan render setupimizni. Hop, render setamizda ko'rib turgan bo'lsanglar, o'zini bo'limlari mavjud. O'zini alohida bo'limlari bizda umumiy bo'lim, ya'ni common bo'limida asosiy narsalarni men tushuntirib o'taman. Bu yerda bizda time output, bu yerda single activate time segment range. Bu yerda asosan aslida tegmaydi. Agar sizlar lekin buni ishlatmoqchi bo'lsanglar, bu nimaga ishlatilishini tushuntirib beraman. Bu asosan sizlar animatsiya qilayotganingizda kerak. Misol uchun agar sizlar kanalda animatsiya ishlab uni bu kadrdan misol uchun 100-kadrga chiqmoqchi bo'lsanglar, aynan rangedan 0 dan 100 gacha yoki 0 dan 1000 gacha yoki 100 dan 200 gacha qilib o'zingizlarni aynan animatsiyalarni frame'ini tanlab chiqishingiz mumkin. Bu aynan yordam beradi sizlarga agar animatsiya bilan shug'ullansanglar. Xo'p, agar activate time segmentni bossanglar, bu o'sha hammasini bittada belgilab beradi. Frames bo'lsa, sizlar aynan yozsanglar bo'ladi, ya'ni nechinchidir framelarni olib ber pastdan deb. Endi bu asosan agar sizlar oddiy render qilsanglar ishlatmaysizlar, lekin agar animatsiyaga aloqador inson bo'lsanglar, bu juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, array to render buni odatda ishlatmayman. Misol uchun biz region sifatida tanlab, aynan o'zimiz qilish kerak bo'lgan regionni tanlab, bemalol render qilsak bo'ladi. Bu ham juda ham foydali, lekin men o'zim tanlagan bo'lardim. Ko'proq o'sha aynan render setupini ishlatishni tanlagan bo'lardim. Bu menga ancha qulayroq va men shunga o'rganib qolganman. Xo'p, endi render setupimizni davom ettiramiz. Bu yerda va eng ko'p ishlatiladigan ham bitta funksiyalardan biri bu output size, ya'ni piksellarimizning soni. Buni bundan oldingi videoda ham umumiy shaklda gapirib ketgan edim. Buni albatta kanalimizga kirib bitta ko'rib oqinglar, nimaga render sekin chiqishini 5 sababi videomizda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Agar custom ichiga kirsanglar, o'zini tayyor nastroykali fayllari ham bor. Lekin men ularni hech qaysini ishlatmayman. Men asosan ishlatadigan customdan o'zim uchun nastroyka qilib foydalanaman. Bu yerda men eng sizlarga tushunish mumkin bo'lgan oddiy narsa, men o'zini o'ziga ko'paytiraman. Agar sizlar necha qo'yish bilmayotgan bo'lsanglar, mana oltin kesimim agar bir-biriga ko'paytirsanglar 8 million atrofida bo'lsa, men uchun yaxshi kачествоli rasm hisoblanadi. Ya'ni meni renderim, meni kompyuterimni kuchi yetadigan narsada. Agar sizlarning kompyuteringiz nisbatan kuchsizroq bo'lsa yoki interior qilsanglar yoki o'rtacha kadr xohlasanglar 5 million ham yetadi. Ya'ni bir-biriga ko'paytirish orqali o'rtacha kачествосini bilish mumkin. Men asosan bu yerda image aspekti juda ko'p ishlataman. Bu yerda o'zimni shablonlarim mavjud, ya'ni 0.8 1 bu albatta kvadrat shaklda va 1.5 bu bizda nisbatan enliroq atmosferani beradi va 1.768 bu уже bizning monitorlarimiz, kinolar, hamma narsani mana shu narsada oladi. Aspekt ratioda. Xo'p, asosan bo'yli kadrlarda 0.8 ishlataman. Bu yerda qulfi bosib, bemalol sizlar bu yerda umumiy rasiyani katta yoki kichikroq qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi narsamiz bu optionsda ko'rayotgan bo'lsanglar, odatda ko'p ishlatmayman, lekin agar sizlar nastroykaga qiziqsanglar, bu yerda bir ikkita foydali narsalar bor. Misol uchun render hidden geometry. Sizlar qanaqadir misol uchun mana buni bekitib qo'ygan bo'lsanglar, interaktiv renderda qanaqadir daraxtlarni bekitib qo'ygan bo'lsanglar va finalda uni bittalab ochib chiqqani o'rniga prosta buni bitta bosib qo'ysanglar, sizlarni renderda sahnada ko'rinmasa ham renderda bularni ko'rsatib render qiladi. Bu juda ham foydali. Shu joydan boshlab mana shu joyini ishlataman faqat, ya'ni render output. Bu qayerga sahraniyni qilishi renderimizni. Buni asosan ishlatadigan joyim bu mana shu joyini o'zini ishlataman. Ya'ni save faylni bossanglar, misol uchun bitta render qilayotgan bo'lsanglar, render bosganingizdan keyin sahrangiz qilib qo'yadi. Misol uchun men robot stolga nomini 1 qilib, albatta CXR formatdan foydalanaman. Xo'p, CXR format bu Corona'ni formati. Corona'ni formatini foydali jihati, sizlar render qilib bo'lganingizdan keyin ham sizlarga bemalol kirib, qaysi joylarni o'zgartirishga yordam beradi. Bu juda ham foydali. Mana misol uchun bitta ishimizdan sizlarga ko'rsatamiz CXR format qanaqa bo'lishini. Mana bu yerda renderni o'zi
Bu yoqda CXR format bo'lgani uchun men aynan shu kadrimda qorong'uroq bo'lgan bo'lsa, biroz yorug'roq yoki qorong'uroq yoki aynan light mix effektlardan foydalanishim mumkin. Bu yoqda agar men TIFF qilib yoki oddiy OpenEXR formatida saqlanib qo'yganimda bu funksiya bo'lmasdi. Mana agar bunaqa saqlanib qilganimda, buni hech qanaqasiga o'zgartira olmasdim. Agar qanaqadir qorong'i joylar qolib ketgan bo'lsa, nimadir o'zgartirishim kerak bo'lsa, buni CXR da emas, aynan Photoshopdan qilishimga to'g'ri kelar. Chunki men doim harakat qilaman CXR formatida saqlanib qilib, uni bemalol keyin o'zimga qulay tarzda o'zgartirishga. Ko'rib turganingizdek, kichik so'zlamalar render vaqtiga, umumiy render kuchiga, sizlarning kompyuterlarning kuchiga juda ham bog'liq hisoblanadi. Sababi juda ham katta razрешение, juda ham katta vaqt, juda ham kichik razрешение, juda ham sifat belgilaydi. Shuning uchun sizlar eng yaxshi variant sizlarga men o'zim tavsiya berganim balansli ishlaylik. Men sizlarga shuning uchun ham aynan render setupda ham nima yaxshi, nima yomon, nima balansligini aytayapman. Sizlar o'zingizlarga mosini tanlab ishlatishinglar uchun. Bizda command bo'limida asosan shu funksiyalarimizni, keyingi bo'limimizda skin bo'limi. Men deyarli eng ko'p ishlatadigan bo'limlarimdan biri. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 4 ta 5 ta kerakli narsalarimiz bor. Bu show Wi-Fi BI. Bu bizdan oxirgi qilib bergan renderimizni ochish. Buni render setupdan emas, asosan mana shu koronamizni toolbaridan ishlataman. Mana shu narsani bossak, bu xuddi shu narsa. Sizlar oldin qilib qo'ygan renderinglarni просто X ko'rgandan keyin va o'tgan safar qanaqa render qildim o'zi degan savolingiz bo'lsa, mana mashina bossanglar, sizlarda oldin qilgan renderinglarni ochib beradi. Hozir bizda eski render bo'lmagani uchun hech narsa ochmayapti. Bizda keyingisi Start Interactive. Buni ham men render setupdan emas, aynan mana shu toolbarni o'zidan boshlayman. Bu bizda interaktiv renderlar boshlab beradi. Misol uchun kichikroq obyektimizni render qilib ko'rsataman, interaktiv qilib. Mana ko'rishingiz mumkin interaktiv renderimizni. Mana aynan shu joyda yoki bu joydan start boshlashingiz mumkin. Va mana show VPI bu eski renderimizni render qilmasdan shunchaki bizga ko'rishimiz uchun ochib beradi. Hop, keyingi bo'limizda bu yerda Open Material Library bor. Bu yerda buni ham asosan toolbar o'zidan ishlataman, lekin Corona 13 dan hozir mana Corona 14-versiyada Corona materiallar yo'q. Buni Coronani o'zi qachondan beri eskiryapti. Bu narsalar bo'lmaydi o'sha kelajakdagi narsalarda bo'ldi. Bu sizlarga sal biroz muammo tug'dirishi mumkin, lekin menga muammo tug'dirmadi. Sababi yangi o'zini Corona 11-versiyadan beri adashmasam yoki 9-versiyadan beri Corona Cosmos bor bizda. Aynan o'sha Cosmosni ishlatyapman. Ichida hammasi tekin registratsiyadan o'tsanglar o'zi beradi. Aynan o'shalarni bemalol sketchat qilib, bitta sahnalarga o'zi tashib beradi, ishlatishingiz mumkin. Bizda keyingisi reset setting. Buni juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Odatda buni ishlatmayman. Ishlatayotgan vaqtim agar kimgadir fayl tashib berayotgan bo'lsam, uni adash ketmasin yoki meniki bu nimadir vaziyat bo'lsa, shuni bosishim mumkin. Lekin odatda deyarli hech qachon ishlatmayman. Kimgadir fayl tashiyotgan bo'lsam, shunchaki arxiv tashib beraman. Lekin odatda ishlatilmaydi bu. Ya'ni bu nima qilib beradiki, hamma nastroykalarni aynan frame bufferdagi ham mamlakatdagi nastroyka qilib qo'yganingni hammasini o'chirib yuboradi. Xo'p. Bizda keyingisi bu yerda Progressive Render Limits. Bu yerda eng ko'p ishlatadigan funksiyalardan biri skindagi bu sizlarga finalniy renderda qanaqa razрешение, qanaqa качество chiqishini belgilaydi. Bu yerda sizlar past limitdan qancha limit qo'yishlar mumkin, ya'ni render va vaqti aynan mana shu nechtadir, misol uchun 15 ta desa, 15 ta pastdan keyin to'xtaydi. Bu yerda time limit sizlar soat, minut va sekundni qo'ysanglar bo'ladi. Buni qachon qo'yaman? Agar misol uchun klientga ertaga tashlab yuborish kerak bo'lsa, mana shunaqa vaziyatdan foydalanaman. Misol uchun buni eng oson yo'li menda qanaqaki, misol uchun 8 soatdan keyin 20 ta kadr tashlab yuborishim kerak. Buning uchun 8 ni 60 ga ko'paytiraman. Necha minut menda bo'lib olish uchun, ya'ni 8 soatni 60 minutga ko'paytirdim. Asosan minut qo'yganim uchun va buni 30 ga bo'laman. Misol uchun menda 30 ta kadr bor bo'lsa va menda 16 chiqdi, ya'ni 16 minut qo'ysam 8 soatda qilib bo'ladi. Men o'shandan 1 minut kam qo'yaman, sababi yana 1 minut render ochishga, o'zini denoizlarga sarflaydi. O'shanda 8 soatda 30 ta kadr qilib bo'ladi. Endi bu yerda albatta razрешение juda ham kam, 15 minut men qo'ymagan bo'lardim, lekin majbur bo'lganlarimizda qo'yishimiz to'g'ri keladi. Xo'p. Keyingisi men eng ko'p ishlatadigan noise level limit va eng ko'pchiliklar mana shu yerda
xato qiladi. Bu yerda men pastdagi to'g'risini ham ishlatmayman. Buni asosan interyerchilarda o'zim do'stim bor, o'sha do'stim ko'p ishlatadi, lekin men o'zim noise level limit va minut ishlataman. Noise level limitni men uchun 6 kelsam bu 5. 70% holatlarda yoki 80% holatlarda 5 ishlataman. Test renderlash uchun, o'zim uchun ko'rib chiqish uchun, ba'zi holatlarda klientga ko'rsatish uchun ham yaxshi holat bo'lishi uchun 8. Ba'zi holatlarda u juda ham kam, aynan shunaqa kurs ishi yoki portfolio shunaqa ko'p mehr berib qo'ygandan keyin men ishlatadigan narsam bu yoki 4 yoki 3 noise ishlataman. Undan pasti bu juda ham ko'p vaqtlarni oladi. Aynan men uchun, aynan eksterior renderlar uchun juda ham ko'payib ketadi vaqt. Agar sizlar kichkinaroq sahna ishlasanglar, 2 qo'ysa ham ba'zan tez qiladi. Albatta bu kompyuterlar kuchiga bog'liq, lekin men uchun eng pasti 3. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bu yaxshi render setup, ya'ni save resume rendering bu sizlarga yordam bera oladi. Qachon? Misol uchun sizlar shift qani bosib, ya'ni finalniy renderga bosib o'rta qismida to'xtab qoldinglar. Ya'ni hali oxirgacha qilib bo'lgani yo'q. Sizlar bitta mana aynan mana shu render setupni gapirsam, sizlar CXR format sahna qilsanglar va qanaqadir holat bo'ldiki, sizlar o'sha render, mana misol uchun juda olib qo'ygansizlar, noise anaqasi, noise ko'payib ketibdi. Sizlarga ya'ni yoqmayapti. Yana render qilishingiz kerak. Endi lekin 2-3 soat nariga render qilib bo'ldi. Sizlar yana boshdan boshlamaysizlar, resume from file bossanglar, aynan o'sha tanlaganni bossanglar, aynan o'sha renderdan boshlab davom ettirib ketadi. Ko'rasam, ya'ni 0 dan qorong'i bo'lib ochib o'tirmadi. Aynan o'sha renderni davom ettirib ketdi. Lekin odatda men buni ishlatmayman. Doim 0 dan render qilaman, sababi men o'zimga bu yaxshi nastroyka. Hop, endi keyingi narsalar bu yerda render hidden lights bor. Bizda bu nimani anglatadi desanglar, agar men qanaqadir lightlarim bo'lsa-ki, misol uchun asosan Corona light ishlatamiz. Corona lightlarim bo'lsa-ki va u bekitilib qo'ygan bo'lsa ham, agar siz ptichkani bosib qo'ygan bo'lsanglar, u render qilaveradi. Mana shu joyda bir xil mashinasi yoqib qo'yadi-da, nimaga bekitib qo'ygan narsalarni ko'rib qoladi deb o'ylab qolish mumkin. Mana aynan mana shu narsa shu narsani amalga oshiradi. Vot, lekin buni ham odatda ishlatmayman. Hop, render only masks. Bu nima qilib beradi? Agar buni bossanglar, sizlarda faqatgina mamiyoda qo'shgan maskalarni render qiladi. Ya'ni reflect bo'lishi mumkin, direct bo'lishi mumkin, yoki misol uchun ID bo'lishi mumkin, alpha bo'lishi mumkin. Sizlar render qilsanglar, umuman render jarayonini ko'rsatmaydi sizlarga. Mana misol uchun render qilmayapti deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yerda aynan sizlarda mana misol uchun alfadan ko'ramiz. Mana ID dan ko'ramiz. Mana ID ni o'zini qilyapti. Ya'ni beauty emas, ya'ni originalni rasmiylarni emas, faqat maskalarni qiladi. Buni misol uchun sizlar render qilib bo'lgandan keyin qanaqadir maska qolib ketgan bo'lsa, aynan shuni bosib qo'ysanglar, aynan shu nastroykani bosib qo'ysanglar, juda ham sizlarga foydali bo'ladi. MTO right, bu juda ham foydali narsa. Agar buni bosib qo'ysanglar, bu sizlarga yordam beradigan qismi, aynan sizlar butun boshli sahnani render qilayotganlarda sizlarga materiallarsiz shunchaki yorug'liklarni bilib olish uchun render qilish kerak bo'lsa, mana shuni yoqib qo'yib, bunga materialni misol uchun Corona fizika MTL berib qo'ysanglar, material berish majburiy. Misol uchun Corona fizika MTL berib hech narsa nastroykaga tegmasanglar, shunchaki interaktiv yoqsa hozir ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin bo'lgan holat bu. Aynan hech qanaqa materiallarimizdan ko'rsatmasdan, hech qanaqa osmonlarimizdan ko'rsatmasdan hammasini kulrang holatda render qiladi. Bu juda ham foydali bo'lishi mumkin. O'sha qachonki sizlarda bitta render tekshirib olish kerak bo'lsa, geometriyani render qilsanglar yoki qanaqadir klientga tashlayotgan bo'lsanglar, ularga bitta ko'rsatib olish uchun shunaqa render qilib ko'rsanglar bo'ladi. Aynan bu yerda ham sizlar preserve orqali sizlar hali ham qanaqadir oynalarni, kesilgan materiallarni, lighting materiallarni, bumplarni ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma yo'ni seriya qilsa ham aynan shu tanlab qo'ygan narsalarni sizlarda ko'rsatib render qiladi. Yoki sizlar butun boshli sahnadan faqatgina mana shu ikkita daraxtimiz kerak deb buni plus bosib qo'ysanglar, mana bu joyda.
Endi interaktiv qilib ko'rsak, mana ko'rgan bo'lsanglar, aynan belgilab qo'ygan narsalarimizni ming ham yo seri bo'lsa ham hali ham davom ettirib qo'yadi. Misol uchun oyna materiallarimizni bu yerda glass beruvdik. Aynan mana bu ikkita archalarimizni yoki misol uchun yana biz archa qo'shib qo'yishimiz mumkin. Qo'shimchasiga mana misol uchun plyusni bosamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yana ikkita archamizni qo'shib, ularni o'zini bizga render qilyapti. Bu ham juda ham foydali funksiya hisoblanadi. Endi bizda yana bitta muhim kategoriyali joyimiz bor. Aynan render setupimizda bu denoising qismi. Denoising qismida o'zi hammani o'zini ishlatadigan narsasi bor, lekin men asosan ishlatadiganim bu Intel CPU Speed Quality Hybrid deyapti, ya'ni tezlik va sifatni birlashgani deb aytyapti. Men eng ko'p ishlatadiganim va buni ham o'zini bir razрешениеda ishlataman. Lekin buni no'si bor, ya'ni no'si emas. Ishlatishim qoidasi, agar buni 5 noise yoki 5 dan baland qilsam shuni ishlataman. Agar men katsvasi balandroq 3 noise da ishlatayotgan bo'lsam, misol uchun aynan bunaqa sahnada men Corona High Quality ishlataman. Uni ham baland emas, 0.65. Sababi Corona High Quality to'g'ri bunchalik ta'sir qilmaydi sahnalarga, bunchalik tozalab bera olmaydi. Lekin uje 3 noise qo'yib olsanglar, shunchalik noise ga tushadiki, 3 da uje tozalagan joyini o'zi ham qolmaydi. Lekin Intel sizlar agar 8 noise qo'yib turib qilsanglar, juda ham yaxshi tozalab beradi. Aynan Intel foydali jihati. Sizlar o'zingizlarning qanaqa ish qilayotganingizga qarab qo'ysanglar bo'ladi. Gather data for later bu ham yaxshi funksiya. Bu xuddi aytganimdek, agar sizlar CXR saqlanib qilsanglar, boshda aytganimdek, bu yerdan uni ichida boshqatdan sizlar xohlaganingizga qo'yib denoise qilsanglar bo'ladi. Ya'ni aynan o'sha CXR dan keyin, ya'ni ichini tanlab, yana o'shandan keyin denoise ishlatsanglar bo'ladi. Lekin o'zim ishlatmayman, asosan ishlatadiganim shu ikkalasi. Endi bu yerdan boshlab, mana men 3tasini men ishlatmayman, lekin yana bitta juda ham ko'p ishlatadiganim bor, bu skin environment va overrides. Xo'p, bu yerda nima bor desanglar, bu yerda skin environmentda mana bu joyi 8 ga bossanglar osmonni qo'yish hisoblanadi. Sizlar bu funksiyadan foydalansanglar bo'ladi yoki single mapni bosib mana shu yoqqa belgilab ketsanglar ham bo'ladi. Bundan ko'ra men ko'proq ishlatadiganim, ya'ni shuni ishlataman, ya'ni 8 ga qo'yib biz asosan osmon qo'yib yotgan joyimizda va yana bitta ishlatadigan multi maps light mix. Bunda sizlar men qachon ishlataman? Men shaxsan o'zim ikkita zo'r osmon yoqib qolganida ikkalasini ham aralashtirish uchun shuni ishlataman. Ikkalasini bossanglar, mana ikkitasida nan turibdi. Men ikki xil osmonni materialda tayyorlab olib, misol uchun bitmap desak, istalgan narsamizni berib olsak bo'ladi. Hozir uchun bitmapimizni berib, bunga boshqa ejdaray berib turib, aynan setup light mixni bosib, uje Corona settingda yorug'liklarni ko'rib chiqishim mumkin. Bu ham o'ziga yarasha foydali bo'ladi, lekin agar sizlar munchalik ichiga kirish xohlamasanglar, ishlatishni tavsiya bermayman. Mana shu Dressman setting environment ham juda ham foydali, yetarli darajada bo'ladi. Xo'p, bu funksiyasi sizlarga kerak bo'lmaydi. Mana shu funksiyalar sizlarga kerak bo'lmaydi. Buni sizlarni aytib yanada chalg'itgim kelmayapti. Undan keyingi funksiyalar foydali bo'ladi, lekin qaysi vaziyatlarda ishlatiladi? Direct visit va override. Agar sizlar umumiy sahnaga yorug'roq effekt bergan bo'lsanglarki va misol uchun sizlarni umumiy ejdarayinglar bor, lekin sizlar ejdaray boshqacha maqsadda ishlatinglar. Osmoninglarni misol uchun sizlar qorong'uroq osmon qilmoqchisizlar. Bu misol uchun men o'zim qanaqadir ejdaray berib qo'ygan bo'ldim. Buni olib tashlasam, misol uchun bu yerda sezayotgan bo'lsanglar, ming qip-qizil qilib qo'ysam ham osmonimni umuman sahnamga ta'sir qilmaydi. Bu faqatgina renderda, xuddi Photoshopda osmon qo'yganingizga o'xshab, faqat va faqat renderda ta'sir qiladi. Buni qachon ishlatish mumkin desanglar, aynan misol uchun qanaqadir ejdaraylar qo'yib ishlatsanglar yoki misol uchun qanaqadir oddiy qop-qora qoldirib, uni Photoshopda qoldirib ketsanglar ham bo'ladi. Men bu ishda biz osmon qo'yib ketganmiz alohida. O'zinikini ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir yoqimsizroq demayman, lekin bizga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun biz alohida osmon qo'yganmiz, faqat bu fonga ta'sir qiladi. Hop, refractionlar ham xuddi shunaqa, ya'ni bular refractionlarni plyusi bosib, ikkalasini bir xil ijro ishlataman. Qo'shsak faqatgina oynalarimiz va materiallarimizdagi отраженияларga ishlab beradi, xolos. Buni ham ishlatishingiz mumkin qachonki nastroykaga chuqurroq kirsanglar.
Va bu yerda global volume material bor. Buni odatda kamdan kam ishlataman. Bu sizlarga o'sha tuman effektini beradi, lekin boshqa effekt beradi. Bitta nosi bor. Bu ko'p render vaqtini oladi sizlarga ancha. Undan ko'ra aynan qanaqadir mana shu ishimizni ishlatganmiz. Aynan qanaqadir orqaga box qo'ygan holatida mana bunaqa ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqa box yasab qo'yganmiz. Aynan mana shu boxni ichiga Canon Volume MTL berganmiz. Sabab nimaga global qilmaganmiz? Global qilsak ko'p vaqtimizni oladi birinchidan, ikkinchidan mana bu asosiy sahnamizni ham shum qo'shib bizani ishimizni yomonlashtirib qo'yadi. Shuning uchun biz aynan box qilib ishlatganimiz yaxshiroq undan ko'ra. Va bizada kamera bo'limi hammasi bizani oyatda frame bufferimizda bor. Mana shu narsalar blame, sharpening buni sizlarga tushuntirib o'tirmayman. Videomiz kattalashib ketadi va buni o'zini alohida tushuntirish kerak, chunki bu ham juda katta mavzu. Agar sizlar xohlasanglar bu qanaqa qilinishini kommentariyga yozib qo'yinglar, buni alohida video qilib chiqaramiz. Hop, keyingi bo'lim performance bo'limini. Bu ham juda ham foydali bo'lim. Bu yerda birinchisi bu yerda prime solver, secondary solverda aynan mana shu ikkalasi turishi kerak. Bu asosiy narsalar. Primary solverni umuman almashtirish kerak emas. Path tracing bu eng yaxshi va yagona bo'lim desam ham bo'ladi. Ikkinchisini odatda o'zgartirish mumkin, lekin sizlarga tavsiya bermasdim, lekin shu holatda tursin, bu eng zo'r yechim. Agar sizlar eksteriorda qanaqadir mana shunaqa aytgandek 3 noise ishlatayotganingizda mana path tracingga bossanglar, bu nisbatan biroz ko'p vaqt oladi, lekin biroz yaxshiroq sifat qilib beradi. Lekin UHD cache bu animatsiyalar uchun ham juda ham ajoyib. Bundan pastdagi render setup ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda o'zi ham yozib qo'ygan not eslatma. Agar sizlar mana shu joydan pasini o'zgartirishni bilmasanglar, temay qo'ya qolinglar. Takoy temanglar. Qachonki sizlar nima qilayotganinglarni aniq bilmasanglar deyapti. Xo'p, men sizlarga bu yerdagi asosan ishlatilishi mumkin bo'lgan narsani ko'rsataman. Bu yerda interaktiv renderingda max passes, ya'ni sizlar interaktiv render qilayotganingizda, misol uchun kichkina qismimizdan olib render qilamiz, sababi umumiy sahnamizda interaktiv juda ham og'ir bo'lib ketadi. Aynan shu yoqda sizlar agar men hozir interaktiv renderimiz jarayonida ketyapti, agar sizlar pauza qilmasanglar, bu misol uchun sizlar chiqib ketib qoldinglar, kofe ichgani, obetlangani, bu to'xtamaydi. To'xtamagani uchun sizlardan ancha-muncha kuch oladi. Shuning uchun mana shu max passes bosib qo'ysanglar, xuddi finalniy renderga o'xshab interaktiv renderga ham limit qo'yib qo'ygan bo'lasizlar. Qaysidir limitga kelib, pass totalga kelib, o'sha render qilmay qo'yadi, to'xtab turadi. Agar qimirlatsanglar, o'sha yana o'sha noise ga chiqquncha yana render qilib beradi. Buni ishlatishim mumkin xohlagancha 10, 20, 30, lekin men uchun 30 dan ko'p. Hop, denoise during render. Agar sizlar adashmasam 11-versiyadan passni ishlatsanglar, bo'ladi sizlarda bu chiqadiki, denoise during render chiqadi. Mana shu pitichka mana bunga o'xshabroq chiqadi. Buni odatda ishlatish mumkin. Misol uchun videoni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bir-biriga chaplab takoy swap beryapti. Buni ishlatish mumkin. Boshda o'sha quyoshlarni qo'yayotganda, ranglarni qo'yayotganda, lekin undan yog'iga ishlatmagan bo'lardim. Buni nam turishi ancha foydali. Detallarni yo'qotib bermaydi. Upscaling bu ham adashmasam 12-versiyadan beri chiqqan. Nimaga versiyalarni aytib ketaman? Agar sizlar kichkinaroq versiya ishlatsanglar, bunaqa bo'lmasligi mumkin. Upscaling bu men o'zini YouTube'da ko'rganimda Caron'ni o'zini originalini juda yoquvdi, lekin ishlatib ko'rganimdan keyin biroz to'g'risini aytsam unchalik yoqmadi. Upscaling ham xuddi denoise ga o'xshaydi, faqat o'zini qanaqadir AIS'ni ishlatgan holatda sizlarning renderinglarni tezroq ochib beradi, mana noise'larni. Lekin bu ham kачествосini buzib olgani uchun buni ishlatmayapman, faqat o'zi. Bu yoqda yana bizda caustic solver bor. Buni ham faqatgina causticga ishlatish kerak. Bu suv effekti hisoblanadi. Lekin buni ham odatda ishlatilmaydi, shuning uchun buni aytmay ketaman. Eng pastda UHD cache'da bitta yaxshi funksiya bor. Men biroz aytib ketaman, chuqurlashmayman. Agar sizlar animatsiya qilayotgan bo'lsanglar, misol uchun mingta kadr bo'lsa, mingta kadr har doim render qilishdan oldin e'tibor bergan bo'lsanglar, yashil bo'lib ochadi. Misol uchun shift bilan bossam,
render qilishdan oldin bunaqa yashilroq bo'lib, qora bo'lib ochadi. Aynan o'sha narsa mingta kadrda juda ham ko'p vaqt bo'lib ketishi mumkin, soatlab. Shuning uchun misol uchun calculate from scratch emasda, load from file deb qo'ysanglar, aynan faqat animatsiya uchun har safar shunaqa yashil bo'lib ochmaydi-da, srazi render qilib ketadi. Juda ham foydali funksiya, qachonki animatsiya qilinsa, undan yo'g'iga tegish kerak emas. Bizda system bo'limida ishlatilishi kerak bo'lgan narsa create Wi-Fi between renders. Misol uchun shift ni bosib, mana qanaqadir render qilib qo'yganingizdan keyin stopni bosib, agar sizlarda o'chib turgan bo'lsa, endi boshqa tarafdan olsanglar, shift ni bossanglar, eski renderi saqlab qoladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Sekin o'chirib, sekin yoqadi. Bu odatda kattaroq masshtab ishlatayotgan yerda yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun обязательно yoqib o'tirish kerak. Buni qachon o'chirib qo'ysanglar bo'ladi? Qachonki men boya aytgandek, bitta joydan render qildinglar, qaysi joy qolib ketdi. O'chirasizlar-da, yana renderga bosasizlar. Yana shift ni bosamiz. Xuddi o'sha kelgan joydan davom ettirib ketadi. Shu vaziyatda yaxshi bo'lmasam, aynan mana shunday narsa doim yoqib o'tirish kerak, ayniqsa batch render ishlatayotganda. Bu yerda ishlatadiganimiz yana bitta image filtrda doim high quality turardi. Yaqin oylargacha, yaqinda koronaning o'zi ham bitta yaxshi urok chiqardi. Bu yerda tint funksiyasi aynan men sizlarga aytdim, esingizda bo'lsa, o'sha joyga yetib keldik. Noise kattaroq ishlatganda, misol uchun 8 qilib ishlatganda, aynan Intel turgan vaqtda mana shu narsa tint tursa, uchalasi juda ham zo'r ishlayapti. Lekin agar sizlarning noiselar boya aytgandek 5 dan pastroq bo'lsa, men o'zim Canon high quality ishlataman hali ham. Qolgan funksiyalar sizlarga kerak bo'lmaydi. Bu litsenziya, distributing renderlar haqida. Bu funksiya ham juda ham foydali. Oldin bir ikki marta ishlatganman, lekin hozirda ishlatmayman. Bu sizlar agar jamoada bir xil max versiyasini ishlatsanglar, shu orqali setinglar bo'lsa, 4 ta 5 ta kompyuter kuchini olib, bitta kompyuterga yig'ib render qilish uchun juda ham foydali. Bu katta sahnalar bo'lsa, вообще mazza qilib ishlatasizlar. Xo'p, va nihoyat render elementsga keldik. Buni ko'pchilik ishlatadi, ko'pchilik yo'q. Lekin bu yerda sizlar asosan ishlatishingiz mumkin bo'lgan narsa, mana renderda ko'rishingiz mumkin. Bizda bor alfa, men 100% alfa ishlataman. Bu aynan Photoshopda kesayotganda juda ham aniq qilib beradi. Bu yerda keyingisida bo'lishi mumkin bizda reflect, bu oynalarda, bu ham Photoshopga. Bular o'zi hammasi Photoshop uchun kerak. ID ham Photoshopda qulayroq ishlash uchun foydalaniladi. O'zingizga kerakli funksiyani qo'shib, bemalol bu yerda ham render elementni ishlatsanglar bo'ladi, lekin bu ham juda ham chuqurlashmaydi odatda. Men o'zim juda chuqurlashmayman. Asosan ishlatadiganim ID, alfa, reflectlarni ishlataman. Undan oshig'ini har doim ham ishlaturmayman. Hop, sizlar bilan hammasini ko'rib chiqdik. Bizda setup light miximiz qoldi. Uni odatda ishlatmaganim uchun uni sizlarga ko'rsatmadim, lekin bu ham juda ham foydali narsa bo'ladi. Agar sizlar generator bossanglar, sizlarda render elementsda osmondan alohida, quyosh alohida, lightingdan alohida sizlarda boshqarish mumkin bo'lib chiqadi. Buni ishlatmayotganim asosiy sababi, doim ishlatmasligim asosiy sababi juda ham renderinglarni shum qilib yuboradi, shumiga qilib yuboradi. Men aytdi, misol uchun nuqta-nuqtalarni qoldirib, juda ham xunuk render chiqaradi va uni denoise ham tozalashi juda ham qiyin bo'lgani uchun odatda ishlatmayman. Hop, sizlar bilan hamma asosiy ishlatadigan narsalarimizni ko'rib chiqdik. Bizda shular edi. Biz mana render setupni to'liq ko'rib chiqdik. Men o'ylaganimdan ko'ra biroz videomiz uzunroq bo'ldi, lekin juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sababi bu narsa yaxshi narsa-da, tushunasizlarmi? Yaxshi narsa. Shuning uchun bosaverish kerak. Yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam, agar video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lganingizda aynan qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, qanaqadir video chiqsa, sizlar uni sirazi ko'rib, sizlar o'zingizlarning ishlarni tezlashtirgan hisobiga ko'proq boyib ketib qolishingiz mumkin, tushunasizlarmi? Mana. Sizlar bilan Abdulloh Fayzullayev bo'ldi. Ko'rishguncha.